Sayohatlarga ochilish ilmi haqida gapirmoqchiman do'stlar. Demak, chemadon sotib olamiz. Oddiygina, kichkinagina chemadon sotib olamiz va uni ichiga kepka bilan ochki, qop-qora ochki olamiz va niyat qilamiz. Niyat qildim. Yozsangiz ham bo'ladi. Bitta qog'oz oling va uni ichiga dunyo bo'ylab sayohatlarga ochilishga tayyorman deb yozasiz. Shu bilan ish boshlandi. Birinchi qadamni qo'ydingiz. Hamma narsada birinchi qadamni qo'ygan paytingizda ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadamlar uchun sizga yo'llar ochiladi, fursatlar beriladi, mavrid bo'ladi, shunaqa insonlar sababchi bo'ladi-da. Qanaqadir bir mo'jizalar yuz beradi desam bo'ladi. Niyat qildingiz, keyin u yog'i ketadi. Shart emas, siz masalan agar hozirda siz Maldivga bora olmasligingiz mumkin, lekin siz qo'lingizdagi ozgina pul bilan Andijonlik bo'lsangiz Xorazmni sayohat qiling. Xorazmlik bo'lsangiz Andijonga boring, Jizzaxga boring va o'sha bilan siz boshqa davlatlarga, Qozog'istonga, Tojikistonga, Osiyoning boshqa davlatlarga sayohatga o'zingizni shunaqa shu tarzda ochilishingiz mumkin. Sayohatlarga borish uchun niyatni go'zal qiling va orqaga qaytmang. Orzularingizga hech qachon, hech qayerda, hech qanaqasiga xiyonat qilib ko'rmang do'stlar. Hammangizga go'zal sayohatlar tilab, yaxshi dam oling deyman.